Ma ufkamga men yordam qilolmay turmadim. Hammanglar mush balninki zopinni chekib kirib, mush balga bir taldan yurakni berib, mush balni go'njo qilib qo'yinglar. Men bu zopinni ko'rib ko'zlarim shunda yosh kelib ketdim. Ikki qo'lim meyibgan bu balninki, lekin mush zopinni birga uchirtib qilib, mush yetib kiratdim, o'rnimda sakrab qo'pab ketdim. Mush baliq bo'lgan hurmatimning kuchligidan. Şöyle mu zopinni sirip köydüm de bu bala işqi becimiz 2 gün bir ta zopi yollaydı iken müş küz vaqti kipesmi deripdi. Anadaki bu balın hazır finsizi 10 ming baraylan dep qipti. Bu balın ma joyesi kirib qarab baqsam hemen tug'ilishimdilla mushtaq put qo'llarim mushtaq ilqa bir-biriga kirishib holatda tug'ilib ekanman, lekin mening nishonim ota-onamni beqish, yaxshi turmushga erishtirish deb yozib qo'yibdi. Ana bu bolaning ismi Ishoqkan, Ishoqjon ekan. Nada yilligini faqat uqmadim, ammo lekin ma bolaning quvvatqa ishiga men do'yin qilmabdiman. Men taq odamdek yashmabdiman deb o'yladim. Ish qilib yirib ketdim. Uy tozaliq qo'shaqmidi. Men uy tozligim yo'q, voy tuz turadi. Ma bolaning zopini bir qatim ko'rib baqsanglar, anan dekin sizlar qaytadan yashashni o'rgansizlar. Men ma bolaga Nick, ya'ni yiliq bir Amerikalik bir bola bor, Nick. Men shu bolalarga o'xshaydigan irodasi bor ekan deb o'yladim. Shunga mushu zopinni asliga mush pinglini sirib ketyapsa, bir guangdonlik bir yo'ldosh qizlar. Bu bola Zhongyang deydi, mushni sayfan kesib o'tgan. Bek tirishchanken debdi. Yana birisi Jiangxilik bir finsi. Bu o'zining mushu Xinjiangning Techan finsini shu shovqonchiq asibimiz qo'llaydiq debdi. Biz mushta zopilarni ko'may nimalarni ko'ryapmiz. Mush balning joyesi kirib, mush balga bir tal yurak, bir tal inkasi cho'msa, bir taldan xodiyenzani berib, go'njoq qilib olinglar. Ma bala ve tirishibdi, rastirishibdi. Zopini qarab baqsanglar bo'ldi, zopin unchalar jiq emas ekan. Mavo zopi ishmak undan oson emas. Ash bir ayolda qilgan ishni ash bala ash qo'lida o'zi kirishtirishga 4-5 soat vaqt ketadi. Bichar charchaydi, shuningga zopinni qinshin qilish ta'sirroq ekan, lekin mush balon zopini chuqum qo'llashimiz kerakga ko'rib baqsanglar bo'ldi. Rastirishchan bo'ldi ekan mavo. Men bosh zopilarim ko'rib baqdim, kivas yiribdi bichar bala. Mana biz haqiqiy yashash deb o'ylaymiz. Sen o'zingni yaxshi ko'rgan vaqtingda boshqalar seni yaxshi ko'rdi deb mazopini menga shunchalik ta'sir qilib ketdiki, darhol mush balning zopini kirib, hammanglar xodiyenzani chuqum berib, qilib qo'ydim deb jet o'qib inkaslarni yo'llab qo'yinglar. Ihsoqcha afkam mush buning deyki sizning filmki sizga ishingiz bo'lib qolsa, qanday ishingiz bo'lib qolib qolsa, men yordam qilman. Men sizga yordam qilishni xohlayman. Agar ikkimiz bir naida yoki bir shaharda o'qigan bo'lsak, kunni berib filmlaringizni men shipingga qo'ydim. Siz mening qalbimda harigiz meyip emas, bu meyip degan so'z ishlatishim harigiz sizga hurmatsizlik qilgan emas. Lekin sizdek mushta ikki qo'li ikki puti bor turib, tirishmayotgan, 5 a'zoyi saq turib tirishmayotgan nurg'un erkaklarimiz bor, nurg'un o'g'illar bor, qizlarmi bor, shuning uchun bizmi bor. Lekin siz bizning o'g'inish uligimiz, siz bizning Xinjianglik davomli tirishing. Sizning har bir zopilaringizni chuqum biz qo'llaymiz. Eng yaxshi holatingizda elib mengishqa sizmi bek tirishing. Sizning har qanday zopilaringiz bizga yaraydi, g'ayrat qiling.